ikkita ko'tarsam, bittasini tugatib qolgan ekanmi? Ha, bildim, tushundimmi? Do'st endi nima deyishga ham hayronman. Qachon uzatmoqchisiz ikkita? Qanchadir 100 kunga boraylik. Davom etamiz keyin, undan keyin ko'proq boshlaymiz. 5 tadan boshlaymiz. Qiynalasiz aka, 100 kun hazillashyapsizmi? Hech kundan beri ichyapsizmi? Bugun 10-kun bo'ladi. Bilinmayapti organizmning nagozki. Birinchidan bugun 10-kun bo'ladi. Bugun 1 yil va 1 oy bo'ladi har kuni 3 tadan chekkanim. O'tgan yil noyabrdan beri ichaman. 3 tadan pastdan. Qadini qarang buni aka. Mazza chanqoqsiz. Chanqoq bosishyapti, suvlarimiz bor, oddiy suv. Ha, mayli, o'zinglar fikringlarni qoldiringlar. Men endi akam yaqinib aytdim. Hammasini ichib qo'yapsiz, lekin mayli ichun yosh bo'lsin-ku. Buni bitta ziyoni ashi aqay yurtiradi. Menga qo'yadi. Boshqa ziyonlari ham bor, yozib qoldiringlar, shuni ham tushuntira olmadim.